kechki payt mashinada ketayotdim, choyxonadan chiqib bir odam To'xta! dedi shoshib qo'lini ko'tarib. Qo'lida bir blok bumaga, chiroyli kiyingan brat edi. To'xtashim bilan mashinamga o'tirib olib dedi: Iltimos tezroq haydang, qornim juda burayapti. Yetib borishim kerak, battar bo'lmagunimcha. Kecha tug'ilgan kun edi, meni sevgan qizchamni olivye yegan edim. Отравление bo'lib qoldim. Unda ukajonim tezroq ayta qolgan manzilni, radarga tushmaslik uchun hisobga olib yo'lni. Ulgurish uchun bosaman o'shanga qarab gazni. Hay, tezroq haydang, manzil Kanechka bozori. Oynadan unga qaraganimda ko'zlaridan yosh oqar edi. Bola bechara to'xtamay qornini ushlab yig'lar edi. G'alati bo'lib ketdim ko'rib yomonam siqilayotganini. Hech ham esimdan chiqara olmadim mashinam rasvo qilganini. Esimdan chiqmaydi o'rtog'imni qiynalgani, 15 ta kam 3 ta отравление bo'lgani. Nimagadir o'sha vaqtda dori ham topilmaydi. Qorin og'rib qolsa ko'zga hech narsa ko'rinmaydi. Esimdan chiqmaydi o'rtog'imni qiynalgani, 15 ta kam 3 ta отравление bo'lgani. Nimagadir o'sha vaqtda dori ham topilmaydi. Qorin og'rib qolsa ko'zga hech narsa ko'rinmaydi.